Hali ko'rsatkichi teng nima? Bunaqa qiyin mavzularni sana darajani ildizda yaxshi bo'lgan yo'q shu muammo ishlay oladi. Qisqasi nima qilish kerak? Asoslarni bir xil qilish kerak, asoslarni bir xil tashlab olish kerak. Hozirlarda mana bu 20 nima desa bo'ladi? 3 ni 3-chi desa bo'ladi. 3 ni 3-chi desa bo'ladi. Uni tashqarisida 3 a degan bir taqsim 3 y turibdi. Men minus 81 ni tengdan narxlarga o'tkazamanda 81 3 ni 4-sini beradi. To'g'rimi? Darajadan daraja turib qolsa, mana buni har bittasiga ko'paytirib olish kerak bo'ladi. Shunda 3 3 ko'paytirsak 9, a degan mana 3 bilan 1 taqsim 3 ko'paytirsanglar y 9 bo'ladi. Teng bo'ladi 3 ni 4-siga. Asoslari bir xil bo'lgandan keyin mana asoslar cho'qiladi-da, darajalar tenglanadi birbiriga. Shunda 9 a degan y teng 4 bo'ladi. Y teng necha bo'ladi? 5 bo'ladi. Shu javob berdi. Y 5 bo'lganda ifoda bir-biriga teng bo'ladi. Keyingi mana bu ifodani hisoblaydi. Eng oson yo'li ildiz berib qo'yapman, daraja shaklida yozish kerak. Mana bu darajali shaklda yozsak, 3 ni 1 taqsim 3 bo'ladi. Mana bu darajani narxi bo'lib yozamiz. Bu tashqarisida x alik 1. Teng. Mana bu 3 ni o'zi ko'paytirilgan. Keyin mana bu 3 ni minus 1 taqsim 3 bo'ladi. Mana shu ma'nolarda. Mana shuni anaqasi yozsak. 3 ni oldiga tushirasan, 1 taqsim mana bu daraja shaklida yozsam, 3 ni 1 taqsim 3 bo'ladi, to'g'ri? Oldi uch turgan uchun. Ifoda keyin 2x turibdi. 1 taqsim bo'lganda mana bu darajaga suratiga o'tkazib yuborganimizda, mana bu darajasi oldiga minus keladi. Mana bunaqasi bo'ladi. 3 ni minus 2-si desa, mana bu darajadagi minus yo'qotadi. Tagiga 1 yozib joylashtirib, 1 tepaga 3 ni pastga tushirardik-da, uni kvadrat qilib qo'yamiz. Esinglardan tushunasiz? Darajada minus tursa 1 yozib joylashtirib, bu ham xuddi shu narsa. Joylashtirib, minus shaklida yozib olaman. Pastga yozadigan narsa 3 ni 1 taqsim 3-si x a degan bir teng bo'lsa 3 ko'paytirgan mana darajasi minus yozsak 3 a degan 1 taqsim 3 bo'ladi. Uni tashqarisida 2x bo'ladi. Shunday darajasi bir xil. Asoslari bir xil ko'paytirganda darajalar nima bo'ladi? Bir-biriga qo'shiladi. Darajadan daraja tushganda ko'payadi. 3 ni 1 taqsim 3 x-si 1 ga ko'paytirsa minus 1 taqsim 3 bo'ladi. Teng bo'lishi kerak. Darajasini qo'shib olsak nima bo'ladi? Umuman bo'lsa, yozmashda 1 taqsim 1 bo'lsa, 3 taqsim 3 bo'lib qoladi. 3 ni nimasi bo'lishi kerak? Ayirib olsak 2 taqsim 3 bo'lib qoladi. Uni tashqarisida 2x turadi. Tushunarlimi? Yoki yo'q? Hop, darajani tushunib olsam, mana bu narsani olsa 3 ni 1 taqsim 3x-si a degan 1 taqsim 3 teng bo'lishi kerak. Tushirsak 3 ni ko'paytirib olamizda. 2 ni ham 3 bilan qisqartirilgan uchun surat ko'paytirsak 4 taqsim 3 x-si bo'ladi. Asoslar bilan bir xil bo'ladi mana bu yerda. Va tashlab olsak bo'ladi. Suratni tenglaymiz. 1 taqsim 3x a degan 1 taqsim 3 teng bo'lishi kerak 4 taqsim 3x. Shunday tengdan qilib o'tsak nima bo'ladi? Yana bu o'tsak minus bo'ladi-da. 1 taqsim 3x a degan 4 taqsim 3x bo'ladi. Teng mana minus 1 taqsim 3 ni nariga o'tsak 1 taqsim 3 bo'lib qoladi. Hisoblasak bu 3 taqsim 3 bo'ladi. 3 taqsim 3 ni 3 taqsim 3 degani 1 degani-da. Mana bu ifoda minus 1x bo'ladi. Kattasi ishorasi yozib ayiramiz. Eng 1 taqsim 3 ga. Mana minus 1 ni bo'lishib olsak, shunda x teng bo'lib qoladi. Minus 1 taqsim 3 bo'lib qoladi. Mana shu javob bo'ladi. X minus 1 taqsim 3 degan javobida ifoda bir-biriga teng bo'ladi. Teng holat. Endi faqat shunaqada imkon qadar hammasini ko'zga ko'ringanini daraja shaklida yozib, asosini bir xiliga olib kelish kerak. Shu pastini bir xilga olib kelsangiz bo'ldi. Misolda ana oxiriga yetib oldingiz degan. Shu mahrajlarni mana shu yerda bir xilga olib kelishgacha olib kelib olsangiz, bu yo'q oson bo'lib ketadi. Misol uchun mana bu yerda biz sal qiyin edi. Imkon qadar ishlaymiz. Daraja shaklida yozib olamiz. Mana bu tag darajasi 1 tursa, bo'lib yozib olaman. 64 nima degani? 2 ni nechinchi darajasi? 6-chi darajasi. 4-chi darajasi 16 bo'lib qoladi. Mana 4 ham daraja shaklida yozish kerak, 2 ni shaklida. Mana buni ham daraja shaklida yozib olamiz. Hammasini asosini 2 ga moslayman. Mana bu 2 ni 6-chi darajasi, mana buni 2 ni 1 taqsim 2-si tashqarisida x turibdi.
teng mana 4 ni 2 ni kvadrat deyman. Tashqarisida 3x ayligini ko'paytirgan. Mana buni ham 2 ni bir tanesini 2 qilamiz. Tushunarli? Endi davom etamiz. Mana boyagan singari daraja shaklida yozib olishimiz kerak. Makrajda turib qoldi, suratga o'tkazganda darajasiga minus yozib qo'yamiz. Shunda mana bu 2 ni 6-si ko'paytirilgan. Mana buni chiqarsak 2 ni darajadagi shurasi bir tanesini x bo'ladi. Darajasiga minus yozib olaman-da. Makrajdan suratga ko'tarsam darajaga minus keladi. Endi teng nimaga? 6x minus 2 6x minus 4 bo'ladi. Ko'paytirilgan 2 bir tanesini keling, nega ish qolsin? Yaxshi, to'g'ri. Hop, darajalar qo'shiladi. Asoslarni qilib ko'paytirgan darajani qo'shish kerak. Mana bu qo'shuv bo'lib turib, qarang. Qo'shuv va mana bu bo'lsa minus bo'lib qoladi. Shunda 6 ayrilgan bir tanesini 2x bo'ladi teng. Asoslarini tashlab olyapman-da, birato'g'ri. Hammasini tashlayapmiz. Bitta. Hop. Mana bu 6x ayrilgan 4, keyin ko'paytirib, mana bu yana qo'shilgan bir tanesini ko'paytiradi. Ko'paytirishgan, qo'shilgan darajasi qo'shiladi. Teng. Endi hisoblash kerak. Umumiy makraj berib tashlab olsak ham bo'ladi desiz uchun. Hammasiga bu makraj bersak, makrajda 1 tursa, mana shuni 2 ta, bunga ham 2 ta, bunga ham 2 ta bersak, shunda mana bu 12 ayrilgan x bo'ladi, teng bo'ladi 12x ayrilgan 8 qo'shilgan 1 bo'ladi. X bir tarafga sonlar bir tarafga o'tkazsak, mana bunlarni o'tkazganda minus 13 bo'lib ketadi to'g'ri. Minus 1 minus 12 bo'lsa minus 13 x bo'ladi teng. Minus 8 plus 1 minus 7 degani plus 12 narida minus 7 qilib o'tkazamiz. Shunda minus 13x teng bo'ladi minus nechi bo'ladi? 19. Hop, umumiy x teng nechi bo'ladi? Nariyoqqa bo'lish qilib o'tkazsak 19 taqsim 13 bo'ladi. Shunda x teng 1,13 dan 6 bo'ladi. Mana shu holatda javob beradi. Yoki mana bu holatda yozib beradi yoki ikkinchi holatda. Bitta javob keladi. Hop. Tengsiz. Mana bu holatda esa. Endi qaranglar, qachon bir chiqadi? Qachon bir chiqadi deganda istalgan eng sonning 4-darajasi 1 bo'ladi. Sizlardan shunisi? Mana buni asosida 3 turibdi-da. Biz ham mana bu narsani nima deya olaman? Istalgan 3 sonning 4-darajasi 1 ga keladi. Shu asosiga 1 yozib qo'ygan. Asoslarni makraj 1 xil, asoslarni maqsadimiz 1 xilda, keyin tashlab olish. 3 bo'lib tashlab olsak, x ning kvadrati plus x minus 12 teng bo'ladi 0 ga. Bu kvadrat teng emas. Shunda x plus x necha bo'ladi? x1 bilan x2 hisoblasak, ta'sirda 4, ta'sirda 3 bo'ladi. Ta'sir sharti faqat. Hisoblashimiz kerak. 1 plus 4 ga qo'shsak, teng qilsak 9 bo'ladi. 7 chiqadi. Hop, x1 bilan x2 yozganimizda minus 1 plus minus 7 taqsim 2 minus 4 bo'ladi. 3 ta'sirda minus 4 bo'ladi. Nima narsa? Hop, ta'sirda 4, ta'sirda 3 degan javobida ifoda yechimga bo'ladi ekan. Tushunarli? Keynes. Keynes nomasi. Hammasi asosi bir xil. Asosi bir xil bo'lganda ko'paytirganimiz darajalar boyagi qo'shiladi. Asosi bir xil. Mana bu darajasi qo'shib, mana bu darajasi ham qo'shib. Shunda 1 minus 2 qo'shilgan minus 1 teng bo'lishi kerak. Mana bu teng 2x ga. Hop. Mana bu plus mana buni nariga o'tkazib olamiz. 1 minus x bo'ladi teng bo'ladi 2x plus 1 bo'lib qoladi. Tushunarli? Endi nima bo'ladi kelasi? Mana umumiy ildizni yo'qotish uchun ikkita tarafni ham kvadratga ko'tarsak ildiz yo'qoladi. Kvadratga ko'tarsak mana bu ildiz yo'qoladi. Shunda 1 ayrilgan x teng formula 4x kvadrat plus 4x plus 1. Endi mana bu ikkalasini ham
10 tarafga o'tkazib olsak 4x kvadrat minus x bilan ma'lum 2 plus 5x bo'lib ketadi. Plus bilan minus 1 bo'ldi. Yo'qoladida 0 bo'ladi. To'g'ri? Ifodani qanday hisoblaymiz? Endi bu holatda x ni chiqarib olishimiz kerak. X ni chiqarib olsak 4x plus 5 bo'ladi, teng bo'ladi 0 ga. Endi x birim teng bo'ladi 0 ga. 4x plus 5 ham teng bo'ladi 0 ga. X teng bo'ladi minus 5 taqsim 4 ga.